Mana aka qizil svetofor mana shu Lacetti ham to'xtab turadi. Lekin bemalol bu Lacetti hozir o'ngga burilishi mumkin, to'g'rimi? Xuddi shunday amaldagi yo'l harakati qoidalarining Assalomu alaykum. O'tib ketsangiz bo'ladi bu yerda. Xabaringiz bormi? Qizil deb o'ylayapsizmi? Ha? Qizil emas lekin. Qani svetofor? U qatnov qismiga ta'sir qiladi. Siz bu tomondasiz. Kim kameraga keldimi? Qaysi kameradan kelyapti? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aka, qizil deb o'tib ketmayapsizmi siz ham? Shuning uchunmi? O'tib ketishingiz mumkin. Bu yerda svetofor yo'q. U tomonga tegishli. Samarqand, assalomu alaykum. Juma shahri, assalomu alaykum. Mana bizda Urdashev va Buloqchi qishloq ko'chalari chorrahasida xalq tilida bu joy Buxarskiy chorraha deyilar ekan, shu joyga keldik. Ko'plab obunachilarimiz tomonidan bu joyda mana bu yerda qizil yonganida o'ngga burilishni amalga oshirgan haydovchilarga noqonuniy jarima yozayotgan ekan va aytishlaricha mana bu kamera ham noqonuniy jarima yozyapti ekan. Mana shu joydan Kattaqo'rg'ondan kelib o'ngga qayrilganda qizil svetoforda biz shu joyda o'rganib tahlil qilishga keldik. Kelganimizdan keyin bu chorrahada ko'plab nostandart va bir noqulay narsalarga biz duch keldik, hosilaga to'liq obzorini qilib beramiz. Amaldagi yo'l harakati qoidalarining, demak, 96-bandiga asosan haydovchilar o'ng tomonga burilayotganida faqatgina piyodalarga yo'l berish kerak bo'ladi. Demak, bu yerda hech qanday svetoforni ko'rmayapsiz. Demak, g'oz talablaridan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, svetofor qatnov qismining o'ng tomonida joylashishi bo'yicha aytilgan. Demak, bu yerda hozir mana ko'rib turibsiz, o'ng tomonda mana bu haydovchining o'ng tomonida svetofor yo'q va demak, 112 stop liniyasi yo'q, stop belgisi yo'q. Mana marhamat ko'rishingiz mumkin, qo'shimcha axborot belgisi. Shuning uchun bu yerda aytishimiz mumkinki, ishonch bilan amaldagi yo'l harakati qoidalaridan kelib chiqqan holda haydovchi o'ng tomonga burilishi hech qanday qoidabuzarlik emas. Demak, agar ana bu yerda GAI xodimlari turib olib, svetofor qizil bo'lganda burilgan haydovchilarga jarima yozishi bu 100% noqonuniy va bemalol bekor qildirsak bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, bunaqa holatlarni sud tartibida bekor qilish mumkin. Mana shu videoni xodimga ham ko'rsatishingiz mumkin. Agar xodim ishonmasa, demak 102 raqamiga murojaat qoldirib yoki yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ma'muriy amaliyot markazida ham ushbu holatni ko'rib chiqishingiz mumkin. Haydang, haydang! Mana ko'rib turganingizdek, haydovchilarimiz qo'rqib qolishgan. Bu yoqdagi GAI xodimlarimiz noqonuniy jarima yozishlaridan. Shuning uchun mana hammasi terilib, ba'zi avtomobillar orqadan turganda avtobusga signal bo'syapti. Hayda, hayda deb. Bu bitta tomondan to'g'ri. Chunki turibdi-da, bemalol yurishi mumkin shu holatda. Azizlar, endi bu katta chorrahadagi kamchiliklari va qo'pol xatolar haqida gaplashamiz. Hozir chorrahaga kelib ko'rdik mana, 4 ta tomonga 8 ta kamera qo'yilgan. Mana shu kameralarni qo'yishdan oldin oddiy yo'l chiziqlarini to'g'rilab qo'yish kerak. Mana Kattaqo'rg'on tomonidan mana shu chorrahaga kelishga, mana bu o'rtadagi bordyurgacha sidirga chizib qo'yish kerak. Birinchidan, nima sababdan? Kelayotgan avtomobillar bu bordyurni ko'rmaydi-da, mana ko'rishingiz mumkin, bordyurga chiqib ketib, avariya holatlari kelib chiqqan. Undan tashqari, mana bu tomonda stop chizig'i chorrahada noto'g'ri chizilgan. Svetoforda oldida chizilish kerak. Unda mana bu ko'chadan chiqib kelayotgan avtomobillar xohlagan tomonga yurishga mumkin bo'lib qolyapti. Xohlasa chapga ketyapti, xohlasa o'ngga ketyapti. Qayerda to'xtaydi? Bu ham bitta kamchilik. Xuddi mana shu joyda, mana bu xavfsizlik o'rovchasi bordyurda tugash joyida ham sidirga chiziq chizib qo'yish kerak. Chunki hozir o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik, bu yerda qizil chiroqda bemalol o'ngga yuryapti-da, o'zi mumkin. Lekin o'sha avtomobil, avtobus to'g'ri mana bu ko'chaga kirib ketyapti. Bu ham bitta qo'pol tushunarsiz holat bo'lib qolyapti. Demak, mana bunday holatda siz bemalol Kattaqo'rg'on tarafdan kelib, to'g'ri o'tib ketsangiz hech qanday qoidabuzarlik hisoblanmaydi. Svetofor qizil bo'lsa ham, sariq bo'lsa ham, yashil bo'lsa ham, to'g'ri o'tib ketavering, sizning yo'lingiz ochiq. Ketdi. Yana bitta kamchilik, Juma shahridan chiqib kelishda stop chizig'ini qaraysiz, qayerda turibdi. U svetoforda oldida bo'lish kerak. Buni xavfli tomoni bor. Ko'pchilik sariq ishorada oxirgi momentda o'tadi, bu mumkin. O'tadda keyin chorrahaga kirib olgancha boshqa tomondagilar harakatni boshlab yuboradi. Bu avariya holatiga olib keladi. Agar stop chizig'i oldinda svetoforda bo'lsa, bunaqa muammolar bo'lmaydi. Stop chizig'idan chorrahaga kirgancha 30-35 metr masofa borda. Yerdan chiqib keladiganlar ham xohlagan joyga yurishiga mumkin bo'lib qolyapti hozir shu holatda. Mana svetofor qizil bo'lsa, chiqatda xohlasa shahar ichiga ketadi, xohlasa bozorga qarab ketadi. Luboy tomon ketish mumkin. Ko'chadan chiqib kelganda. Xullas, hurmatli mas'ullar, agar sizlarga bu joyda to'g'rilash bo'yicha yordam kerak bo'lsa, bizlarni chaqirsalaringiz, biz tayyormiz. Kelib hamma chiziqlarini tushuntirib beramiz, nima qilish kerak, qanday holat qilish kerak, kameralarni ham qanaqa holatga o'zgartirish kerak, ya'ni 128.4 bo'yicha yozish yozmasligini ham o'zimiz tushuntirib sizlarga yordam berishga tayyormiz. Agar Samarqandning qaysi tuman markazlarida shunaqa katta chorrahalarda qo'pol kamchiliklar sezadigan bo'lsangiz, kommentariyaga yozing. Biz u yerga borib ham video qilib chiqarishga tayyormiz. Kommentariyada yozib keting hammasini. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.